Assalomu alaykum. Keling. Nima gapsiz? Yaxshimisiz? Sog'liqlari. Amin Alloh akbar. Ha, shu yerda ekansiz. Bir kichkina shikoyatim bor. Menga shikoyat? Ha, sizga o'g'lingiz Salimdan. Salimdan? Ha, shunday. Salimjonimizdan qanday gunoh o'tibdi? Avvalroq aytib qo'ymoqchi edim-u, o'zingiz tartibga chaqirib qo'yarsiz deb indamay yurgandim Hoshimbek. Yo, siz menga ochig'ini ayting. Salimjon o'g'limizdan qanday gunoh o'tibdi? O'g'limizga kun bermaydi. Hadem mushtlashgan. Mana bugun ham urib, burnini qonatib qo'yibdi. Qonatibdi? Nega kulasiz? Nega kulasiz? Shunga shuncha vahma qilib yuribsizmi? Men gapingizdan biroq kattaroq gunoh ish qilib qo'yibdimi deb o'ylanmadi. Kuladigan joyi yo'q Hoshimbek. Salomat. Bolani tartibga chaqirib qo'yish kerak. Qo'ying. Ha, shunday bo'lsin. Bolada sho'xda sho'x. Bunchalik vahima qilmang Shodivoy. Bolalik qilib urushgan bo'lsa urushgandir. To'g'ri, o'g'limiz sho'xlikka sho'x. Bola deganni sho'x bo'lgani yaxshi-da. Oldini oling, tartibga chaqiring deyapman-da. Men sizga aytsam, Shodivoy aka, burun o'lgurni o'zi mo'rt bo'ladi. Sal narsaga shovlab qonoqchi bo'ladi. Ha, endi qo'l-pul tegib ketgan bo'lsa, qolasa qonagandir. Shunga ham tartib, intizom deb o'tirsak, qanday bo'larkin, Shodivoy aka? Hayb sizga. Satqaya odam keting. Tavba. O'g'lini buni qonagan bo'lsa qonapti. Shunga ham ota-go'ri qoziqonami? O'g'liyomma? Qanaqa otasiz? Tartibga chaqsangiz bo'lmaydimi? Sizga aytyapman. Yo'q, o'zingizdan o'zingiz nima deyapsiz? O'g'lim arpangizni xom o'ribdimi? Arpamni xom o'rsa indamasdim. Urib o'g'limni ko'zini ko'kartiribdi. Undan tashqari tosh bilan urib derazani sindirib qochibdi. Tushundingizmi? Voy. Shunga ham shuncha g'alvami? Nima? Indamasligim kerakmi-da? Endi bola bo'lgandan keyin urishadi, so'kishadi, yarashadi. Yuzi ko'kargan bo'lsa, eti yupqa ekan. Hazillashib urganga ham bo'lmasam, ko'karaman. Endi derazaga singan bo'lsa, Solivoy, nima ko'p hozir haligi oyna tuzataman deb yurganlar ko'p. Biroz aytsangiz, tuzatib beradi. Rostini aytganda hamma kasal o'zingizda ekan. O'g'lingizdan xafa bo'lmasa ham bo'lar ekan. Otamish, satqa ota. Tavba. Jinni bo'lganmi bular? Assalomu alaykum. Kesilla. Salomatmisiz? Sog'lik yaxshimi? Rahmat. Ahvol joyidami? Rahmat. Qani, bir pela choydan ichsinlar. Rahmat. Sog'lik yaxshimi? Buni qarang. Hoshimjon aka, qizi hodisa ro'y beribdi. Qanday hodisa ro'y beribdi? Meni o'g'lim bilan sizning o'g'lingiz urishibding. O'zlari sher yuragidilar-ku, ha? Voy, bolajon. Ko'nglimda sal qaltisroq tushiribdi-da. Bolada jahli chiqqan paytda to'satdan tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ha, bola binasida bo'lmaydi. Rahmat. Haligi yig'lab kelib qolsa, u bu narsa deb o'tib qo'yasiz-da. Bola o'zingizga, o'zingiz bir narsa deb o'tganingiz durustroq bo'ladi. Menga qarang. Kalta yegan sizning o'g'lingiz-da. Nima dedingiz? Qaltisroq tushiribdi deyapman-ku. Meni o'g'lim nima?
Meni o'g'lim kalta yeydigan bolalardan emas. Qarab tur. Rasvot qiladi. Xo'sh, o'rtoq brigadir. Hovli ekinlaringiz yomon emas. Qovun tarvuzlaringiz gullab, naychalay boshlabdi. Hammasi o'zingizni maslahatingizdek bo'lyapti. Ammo lekin bir narsa sizdan chiqmasin. Xo'sh. Sabzavot hamda hovli ekinlarining gektariga qancha litr berishni mendan ko'ra yaxshiroq bilsangiz kerak. Ammo lekin me'yoridan oshiradigan bo'lsangiz. Nahotki shu choqqacha qancha litr solishni bilmasak? Endi aytdim-da, qovun tarvuzingizni yegan odam baraka top dehqon, qo'ling dard ko'rmasin deydigan bo'lsin-da, nima deysiz? Bizning fikrimiz shunday. Yashang, men boshqa bir brigadaga ham o'tmoqchi edim. Salomat bo'lsinlar. Mamarayim. O Mamarayim, nabey. Agronom ketdimi, bosib oldi aka? Ketdi. Gaplarni eshitdingmi? Eshitdim. Agronomman deb gapirar ekanda, tavba qildim. Soddaliging qursin. Bunaqa gapni sira eshitdim dema, eshitmayam. Eshitmadim. Ammo lekin yuragim taka-puka bo'lib turganda. Nega? Narigi paykalga chunonam bostirgandimki, go'yo etakka qalin qor yoqqanday bo'lib turgandi. Men maqta aytaman. Slitrani sepib, suvni bostirdi. Qarabsanki, slitrada nom nishon yo'q. Bor. Ko'zdan yo'qot. Rais ko'rmasin. Xo'p, ishimizni pachvas chiqib yurmasin, ha? xo'p bo'ladi. To'xta. Nabey, jiyaningga borib ayt. xo'p, Paxtagami, jo'xorigami, haligi kanopgami olib qo'ygandan boru, o'shandan yana 2 mashina o'mari bersa, qolgan paykallarga ham qor yog'di qilib yuborsak, qarabsanki, ular o'zimizda, Mamarayim. bu gaplarni birov eshitmasin-u. Mabodo rais. Shukurlar, gapini sira shiras qolyapti. Nima balo? G'irt vohmani o'zsan. Ne o'zingni o'zing qiqillaysan? Tani joning sog'mi? Bu kecha antiqa bir tush ko'rman. Tush? Ha? Qanaqa tush? Nega qiqillaysan? Gapir. Tushimda katta bir tarvuz yorilib, ichidan ikkovimiz chiqib qolibmiz. Odatda tarvuzning ichi qip-qizil bo'lguchi edi. Biz chiqqan tarvuzning ichi ohakka o'xshab oqarib, urug'dan tutun chiqib yotganmish. To'satdan kanop paydo bo'ldi. Qo'lida jo'xorni so'tasi kela solib ikkovimizni savalab ketdi. Men o'zimni chetroq qolib qoldim. Onomard, axir o'zimizni brigadirga urasanmi desam, sen jim tur hali deb qo'lidagi so'tani tashab, shartsiz tomog'iga yopishib, har tepaga tortadi, har tepaga tortadi, har tepaga kesa. Sendakadan o'rgildim. Tushungam qursin. Bor, suvini tara. Hop, biladi, hop. Battoli. Slitraga bosh qo'yib uxlaganmi? Tusham shunaqa bo'ladimi? Bemazadan, bemaza.